Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun juma. Andijon mashina bozorida 2026-yil 15-may soat millari xudo xolasa 20 takam 11 ga qarab ketmoqda. Biz esa Andijon mashina bozoridagi Sparklar qatorida turibmiz. Videoni boshidan bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Biz esa unda xudo xolasa Spark narxlari, Sparklarda holatlari haqida gaplashamiz. Kimdan aka, aka? Necha yil aka? 2015-yil oppoq suvetdagi mana Spark avtomashinasi. Hop, ikkinchi pozitsiyami? Uchinchi pozitsiya. Konditsioner ABS'lari bor. Hop, kraskasi qanaqa ekan aka? Bitta eshigida. Qaysi eshigida aka? Hop, akalar. Akamiz band shekillik keyingi Sparklarga o'tib keta olamiz. Klient bilan gaplashyapti. Hop. Boshqa Sparklar. Kimdan aka, sizdanmi? Ma kimdan aka? Kimdan aka? Necha yil aka? Akalar gaplashyapti ekan shekilli. Endi boshqa Sparkga o'tib ketamiz. Necha yil aka? 2015. 2015-yil. Nechinchi pozitsiya? Ikkinchi pozitsiya. Aha. Konditsioner ABS'lari bor, ha? Konditsioner ABS'lari bor. 277 ming yurgan top toza. 277 ming yurgan. Akamiz o'zining nomida ekan, top toza. Tirishchilik emas ekanda, demak, ha? O'zingiz o'zim nomim. dehqonchilik, ha? Hop. Kraskalari qanaqa aka buni? Qannizda petno bor. Kannizda petnosi bor. Narigi tomonda burchagidagi bir qarish. Mana shu yerda bor. Qolgan joylari dog'lisi toza. 600 tushirib beramiz. Qolgan joylari toza. 5600 kam bor. 277 ming yurgan. Kraskasi pashti toza ekan. Kannizida petnosi bor. Qolgan joylari dog'lisi top toza. Ikkinchi pozitsiya, konditsioner ABS'lari bor. Mana salon holatlarini ham ko'rsatib qo'yamiz. O'ta pokiza holatda turibdi. Mana o'ta neobishniy chexollar, qaranglar, chekalari ko'jadan, o'rtalari manaqa materialli. Rul chexollari bor, ko'rib turganingizdek, monitorlargacha bor, ballari bor. O'ta cho'tki holatda turibdi. Hop, metan gazlari ham bor ekan akalar. Metan benzin cho'tki yuraveradi, aka. Hop, aka narxi necha pul ekan buni? 5600 dollar kami bor. Barter variant bormi yo'qmi? Qanaqa mashinaga? Faqat Sparkami yo, Nexia, Pexia, Damas. Kelishilni oladi. Demak, akamiz o'zidan mashina pulishlik qilasiz. Akamiz ham bor. Boshqarib sotamiz bu nomimizda. Ha, mashina olib sotagan, bu akamizning nomida ekan. Misol, Nexia'ni ko'rasiz, baholab, shunga qarab bera olasiz. Bunimiz bor 164 ming yurgan, bu ham top toza. 164 ming yurgan. Demak, 5600 dollar. Barter variant kelishilni oladi. Xohlagan hujjat bo'la oladi, ha? Hop, bu nechinchi yil dedingiz aka? 2015. 2015-yil. Pozitsiyasi? 3-chi pozitsiya. 164 ming yurgan top toza. 164 ming yurgan. Top toza. Buni generalni yo'q, faqat oldi sotdiga. Hop, Toshkent mashinasi ekan. Ana akalar. Afamlarni qo'laslar ekan, balonlari archa balon, yumshoq balonlari bor ekan. Hop. Cho'tki holatda turibdi mana. Pokiza holatda turibdi akalar. Ko'rib turganingizdek, chexollari bor, polilari bor. Hop, ABS'lari ham cho'tki ishlaydi, aka, konditsioner, stereolari qo'yilgan. Xudo xolasa oladi minada. Metan, benzin cho'tki yuraveradi, aka. Metallarga yurar ekan, benzinlarga yurar ekan. Hop. Narxi necha pul aka buni? 5800 kam. 5800 dollar o'zining nomiga o'tkazib olishliklar bilan 6300 atrofida tushar ekan, aka. 6300 dollar atrofiga tushar ekan. Demak, o'zingizlar nominglarga o'tkazib olasiz ekan. Variant barter yo'q. Faqat naqd ekan akalar. Telefon nomeringiz? 91lik 478 70 50. Akalar, xohlasanglar buni, xohlasanglar buni olsanglar bo'lar ekan. Yana-chi aka? Hadi. Mana. Necha yil ekan bu? 2014-yil Toshkent viloyatining mashinasi ekan, akalar. Hop. Kraskalar qanaqa ekan aka buni? Sapachogida petnosi. Qaysi sapachogida? Ikkita sapachog. Ikkita sapachog. Mashinalaridami? Ha. Ikkita ashtam. Ha, mashinlarida kraskasi bor deyapti. Bu tomon, bu tomon. Ikki sapachogida bor deyapti. Hop. Metallari bor ekan, ko'rib turganingizdek. Benzinga ham cho'tki yura oladi.
Ikkinchi pozitsiya, ha? Probegi? Tabii 400 ming. Probegi 400 ming ekan. Akalar, mana salon holatlari. Bir qo'l minilgan. Konditsionerlar ishlaydi. Balonlari ham yangi. ABS ham bor. ABS yo'q, faqat konditsioner. Xo'p. Balonlari ham yangi, 14 balon. Xo'p. Narxi nechi pul aka buni? 4800 dollar barakasiga o't beriladi. Motor, hadovoy, umuman ishi yo'q. Umuman oladi, minadi. 4800 dollar barakasiga o't beriladi. Barter variant bormi, yo'qmi? Barter bor, variant yo'q. Variant yo'q, barter bor. Qanaqa mashinaga barter bor aka? Revoy mashinaga barter bor. Hop, telefon nomeringiz aka? 91lik 614 42 20. Bozor necha pul so'radi, so'ramasa? 4500 dollar berilmadi. Hop, xohlagan hujjat bo'laveradi, ha? Xohlagan. O, GCV ham sizdanmi aka? Kimdan ekan u? Egasi bilan hozir keldim. Bo'ldi aka, qaysi mashina ekan? Xo'pmi? Mana yana bitta. Assalomu alaykum. Mana oppoq svetda akalar, yana bitta Spark avtomashinamiz. 2014-yil ekan, ha? 2014-yil 137 ming yurgan ekan, xudo xolasa. Mana balonlari archa balon, yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Hop, ichki salon holatlarini ham bir qator ko'rsatamiz. Mana akalar. Sidenalarda chexollari bor, monitorlari bor, rul chexollari bor. Ko'rib turganingizdek. Go'zal holatda. Hop, ikkinchi pozitsiya aka. Hop, konditsioner ABS'lari bor. Shunaqa? Konditsioner ABS'lari bor. Yo'q, konditsioner ABS'lari bor. Demak, kraskasi toza. Yo'q, kraskasi 137 ming yurgan. Konditsioner ABS'lari bor. Motor, hadovoy, most, korobka, cho'tki, umuman ishi yo'q. Olishadi, minishadi. Hop. Dokument tomondan muammo yo'q aka. Xohlagan hujjatini qilib berilaveradi akalar, mana 5600 dollar barakasiga o't beriladi. Barter variant bormi? Barter bor. Qanaqa mashinaga? Faqat Sparkami yo'q? Devo mashina bo'lsa, aka Devo mashinalar bo'lsa, bemalol hujjat qilib berilaveradi ekan, muammo yo'q ekan akalar. Hop, 93lik 068 0004 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'laveradi ekan. Aka, bozoringiz bersa. Akalar, mana kimga Spark avtomashinalari qiziq bo'lsa, ushbu raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar mana. Nechta telefon? Aka, nechinchi yil aka? 2018-yil mana. Oppoq svetda Spark avtomashinasi ko'rib turganingizdek. Hop, kraskalar qanaqa ekan buni aka? Toza. Umuman yo'q kraskasi. Kraskasi yo'q deyapti akamiz, top toza deyapti mana. Xudo xolasa. Hop, nechinchi pozitsiya aka bu? 3-chi pozitsiya. Probegi qanaqa ekan? 133 ming. Kraskalari top toza yo'q. Konditsioner ABS'lari cho'tki ishlaydi, ha? Seriyo periyo qo'yish kerak deyilmaydi, ha? Tayyor, xudo xolasa. Ishlab turibdi mana. Barlari bor, chexollari bor mana akamiz. Dehqonchilik, tirikchilikmi aka? Dehqonchilik. Akamiz o'zini xizmatini qilib olib chiqqan ekan. Hop, bitta ochib qo'ying aka. Mana ko'rib turganingizdek, pokiza holatda turibdi. Motor, korobka, hadovoylarda ish yo'q aka. Motor, korobka, hadovoylarda ish yo'q. Taksi qilaman, u bu qilaman deb yurgan akalar bo'ladigan bo'lsa, barter variant bormi yo'qmi aka? Barter variant yo'q, faqat naqd pulga necha pul narxi aka? 62 kam. 6200 dollar barakasiga o't beriladi. Hujjat xohlagan hujjat bo'laveradi. Xohlasa generalniy, xohlasa onlayn davingiz. Mana akalar, Andijonning mashinasi, qiziqqanlar, top toza, 3-pozitsiya, Spark avtomashinasi 6200 dollar o't berilar ekan. Variant yo'q, faqat naqd. Telefon nomeringiz aka? 93lik 417 48 03. Bozor necha pul so'radi? Bozor hali so'ramabdi. Akamiz 6200 dollar kami bor deyapti ekan. Aka, bozoringiz bersin. Nechinchi yil aka? Ha? 2019-yil mana ko'rib turganingizdek, oppoq svetdagi Spark avtomashinasi. Xo'p. Pozitsiyasi? 3-pozitsiya. 2-pozitsiya. Mana. ABS'lari bor ekan, konditsionerlari bor, xudo xolasa. Akalar mana motor, hadovoy, korobkasi umuman ishi yo'q aka. Kraskalari-chi aka? O'ng taraf keladi. O'ng taraf Kirillov, mana shu tomonda, yo'q, mana bu tomonda. Mana shu Kirillovsida bor, xudo xolasa. Oldidami? Oldi Kirillovsida bor ekan. Qolgan joylari top toza. Mana ichki holatlarini deflektorlar qo'yilgan ekan akalar. Chiroyli holatda turibdi mana. Monitorlari bor.
O'ta chiroyli sidenalar qo'yilgan mana ya. Go'zal holatda ballari turibdi akalar. Hop, mexanika avtomashinasi. Ikkinchi pozitsiya, konditsioner ABS'lari bor. Konditsionerlar ham ishlaydi. Serial kuyish kerak, unaqa deyilmaydi, aka. Hop, balonlar ham mana archa balon, yumshoq balonlar taqilgan, xudo xolasa. Eng qizig'i, bitta sapachogida bor, qolgan joylari top-toza kraskalari. Probegini qancha dedingiz? 220 ming yurgan ekan. Hop, narxi necha pul aka buni? $6000 barakasiga o'tib beriladi, ha? Barter variant bormi, yo'qmi aka? Barter varianti yo'q, faqat naqqa $6000 kami bor. Akamiz bilan kelishsanglar bo'laveradi. Hujjatlarda muammo bormi, yo'qmi? Xohlagan hujjat bo'laveradi. Generalniy, onlayn davengiz muammo yo'q. Telefon nomeringiz aka? 93lik 795 1044. Hop. Bozor necha pul so'radi aka? 5,5 ming, ha? Bermadinglar. Faqat 6000 dan chiqcha o'tib berasizlar. Barakasini bersa, ishlarga rivoj aka. Hop, yana bitta mashinamiz bor ekan. Gang Svetda. Necha yil aka bu Gang Svet Sparkimiz? 2013-yil. Toshkent motor. Toshkent motor, xudo xolasa. Hop, ko'rib turganingizdek Gang Svetdagi Spark avtomashinasi. Hop, nechinchi pozitsiya aka bu? Ikkinchi pozitsiya necha? 287 ming yurgan. Konditsioner ABS'lari bormi, yo'qmi? Konditsioneri bor, ABS'i yo'q. Ha, konditsioneri bor, ABS yo'q. Konditsioneri ham hozir ishlab turibdi, ha? Serial quyish kerak, unaqa deyil shartmasa. Hamma yo'g'i tayyor. Mana balonlar ham yangi qo'yilgan deyapti. Xo'p, kraskalari qanaqa aka buni? Kraskasi orqa eshikda, kapotda pardozga sepilgan, ichiga o'tmaydi. Demak, kapot bilan orqa shopir tomondagi orqa eshikda bor ekan. Xudo xolasa, mana balon ichki holatlari, salon holatlari. Hop, sidenalari, mana rul chixollari bor ekan, talpaydi chixollari, ballari bor ekan, xudo xolasa. Magic futlari ham bormi? Yo'q, Magicari yo'q. Magicari yo'q, kalitdan ochib yopa olasizlar bemalol. Hop, kraskalari o'sha orqa eshik bilan kapotda bor ekan. Pardozga sepilgan ekan. Qolgan joylarni o'zingiz pardoz qo'yasizlar bo'lar ekan. Hop. Metallari bor aka. Metallari bor. Benzinga ham cho'tki yuraveradi. Dehqonchilik, o'zingizni xizmatingizni qilib olib chiqqansiz. Demak, akamiz o'zini xizmatini qilib, minib, olib chiqqan ekan. Nechinchi qo'l minishingiz aka? Bir qo'l bo'lmasa kerak. Ikkinchi qo'l ekan akalar, mana. Hop, narxi necha pul ekan aka? Narxini 4700 dan o'tib $4700 barakasiga o't beramiz deyapti. Birinchi pozitsiya ABS, ikkinchi pozitsiya ABS yo'q ekan, lekin konditsionerlari cho'tki ishlaydi deyapti. Mana yozgi kunida maza qilib, taksi qilsangiz ham bo'lar ekan akalar. Kameralari ham bor ekan, video registratorlari bor ekan-a? Yo'q, Chiqarib qo'yilgan ekan. Ulab olsa bo'ldi ekan, xudo xolasa. Hop. Hujjatlardan aka, generalniy, onlayn davengiz muammo yo'q. Demak, xohlagan hujjat chiqarar ekan. $4700 o'tib berilar ekan. Barter varianti yo'q-a? Faqat naqqa. Jicha yetmay qolsa kelishaveramiz. Jicha yetmay qolsa kelishaveramiz deyapti. Bartergachi, barterga yo'q bo'lsa kerak. Barter yo'q ekan. Hop. Telefon nomeringiz aka? 97lik 676 676 51 55. 51 55. Aka bozoringiz bersin. Abzorchi Salmondan aka, xudo xolasa. Akalar, Spark mashinalari kimga qiziq bo'ldi? Kimga qiziq bo'ldi? O'zingizlarning fikringizni qoldirib qo'yinglar. Opaymi aka video? Videoga opaymi? Shartmas shekilli akalarimiz javob bermayapti. Akalar, videoga bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa biz Spark mashinalarini qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik sizlarga. Narxlari, pozitsiyalari, xullas kalom Sparkda qanaqa bo'layotgan narxlar haqida ma'lumotlar berdik. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni qoldirib qo'yinglar. Keyingi videolarda akalar ko'rishguncha